qachon o'ylamagandim, kolbasa shunaqa oson tayyorlanar ekan. Ovqat yemasdan suxamyatka yeb yuradigan hozirgi zamon bolajonlari uchun juda ham kerakli va foydali retsept albatta saqlab oling. Butun tovuq, sabzi, piyoz, tuz, murch, lavr yaprog'ini solib, yaxshilab pishguncha qaynatamiz. Bir dona lavlagini cho'rkadan chiqarib, suvini siqib olamiz. Manda marli bo'lmagani uchun chitpesha novog'idan foydalandim. Tez uviydigan yaxshi jelatin bo'lgani uchun birato'la go'sht qaynagan issiqqina bulyonga aralashtirib qo'ydim. Pishgan go'shtni maydalab, lavlagini suvi, shirin paprika, murch, tuz, chesnok hammasini solib aralashtirib, choper yoki blender qilamiz. Tayyor massamiz xuddi shunaqa silliqqina bo'lishi kerak. Mendagi tovuq kattaroq bo'lgani uchun massa ko'proq chiqdi, 1 litrli baklashkaga sig'madi. Qolganini nimaga solishni bilmasdan yogurt idishiga solib qo'ya qoldim va xolodilnikka joylashtirdim. Bechara yangi chitpesha novog'i uvol bo'lmasin deb dog'ini ketkazmoqchi bo'ldim. Lavlagini rangini qo'ldan ham ketkazish qiyin, matodan qanaqa ketar ekan deb tavakkal. Chirk dog'larni bittada ketkazadigan Bavi super очистителini solib, ustidan qaynoq suv quyib uvitib qo'ydim. Bu orada kolbasa ham tayyor bo'ldi. Juda ham mazali va bir tekisda chiqdi. Kolbasani kesib yeb ko'rgunimcha 10 minut ichida lavlagi dog'idan asar ham qolmadi. Bavi super очистителini bemalol o'zim marketdan olsangiz bo'ladi.